Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, quyidagi savol emasligiga oson ushlash usulini ko'rsataman. Xo'p, birinchi xayol keladi, ko'pchilik bu misolni qavsni ichida mahraj berib, soddalashtirib, keyin ishlashga harakat qiladi. Masligi bundan ham soddroq usulni tushuntiraman. Birinchi navbatda qavs ochiladigan bo'lsa, ya'ni 2 taqsimda 7 plus 3 taqsimda 8. Minus bilan ochadigan bo'lsa, minus 1 taqsim 6 plus 5 taqsim 7 bo'ladi. Va qo'shish holatda 5 taqsim 8 minus 2 taqsim 11. Va minus bilan ochadigan bo'lsa, minus 5 taqsim 6 va minusda 9 taqsim 11. Va qavs ochib olganimizdan keyin endi mahraji bir xillik ifodalarni soddalashtiradigan bo'lsak, misol uchun mahraji mana 7 7. Xo'p, 2 ga qo'shamiz 5. Oddiy mana 7 taqsim 7 soni hosil bo'ladi. Endi mahraji 8 ga qaraydigan bo'lsak, 3 ga qo'shamiz 8. 3 ga qo'shsa 5, 8 taqsimda 8. Xo'p, mahraji bir xil bo'lgan, endi 6 ga qarasak, minus 1 ga qo'shamiz minus 5, minus 6 taqsimda 6 va bizda 11 lar qoldi. Minus 2 ga qo'shamiz minus 9, minus 11 taqsimda 11. Endi esa bu ifodani hisoblash bizga yana ham osonroq bo'ladi. Oddiy hisoblaydigan bo'lsak, 1 qo'shilgan 1, ayrilgan 1, ayrilgan 1. Demak, javobimiz 0. Berilgan misolimizning javobi 0 bo'ladi.